Assalomu alaykum bolajonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda kelajak soat faoliyatimizda O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i, ya'ni vatanimiz bayrog'i bilan tanishamiz. Hammamiz diqqat bilan ustiga qarab olamiz. Bolajonlar, O'zbekiston davlat bayrog'imiz 1991-yil 18-noyabrda tasdiqlangan. Bu bizning vatanimizning bayrog'i hisoblanadi. Mana bu bizning bayrog'imiz, bolajonlar. Bayrog'imizda 4 xil rangdan iborat. Havo rang, musaffo osmonimiz musaffoligini bildiradi. Qizil rang, qizil tomirimizda oqayotgan qonni bildiradi. Oq rang, bo'lganlar bildiradi. Yashil rang, yashashimiz, o'sishimizni bildiradi. Biz bolajonlar bilim olish doirasida davlat bayrog'ini hamisha mehr-muhabbat bilan sevishimiz, uni ardoqlashimiz, unga mehr bilan qarashimiz kerak bolajonlar. Bayrog'imizda 4 xil rangdan iborat bo'lib, yuqori qismida yarim oy, ya'ni bu 1 yil. 1 yil yulduzchalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu degani bolajonlar 1 yilda 12 oydan iborat. Keyin oy sanaylik. Yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Demak, bolajonlar, bizning O'zbekiston bayrog'imizga 34 yil bo'ldi. Necha yil bo'ldi bolajonlar? 34 yil bo'ldi. Biz bayrog'imizni hamisha sevishimiz, ardoqlashimiz va vatanimizga mehr bilan qarashimiz, biz bayrog'imizni shu olayotgan bilimlarimiz bilan jahonga O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'targan holda o'zimizni bilimlari olishga egamiz. Prezidentimizga ming tashakkurlar aytamiz. Biz O'zbekiston xalqimiz, O'zbekiston vatanida yashaymiz. O'zbekiston bayrog'imizga, O'zbekiston gerblarimizga va o'zimizni sevgan prezidentimizga egamiz. Biz bayroqqa sodiq farzand bo'lib yetishamiz, bolajonlar. Sizlar bilan birgalikda bolajonlar chiroyli she'r o'qib beraman, diqqat bilan tinglab qo'ying. Bayroqchamizga qarang, yashil oq havo rang, mustaqillikni xohlar, turibdi u hilpirab. Mana bolajonlar, bizning nima bu? Bayrog'imiz. Biz doimo bayrog'imizni yelkalarimizda ko'tarib, respublikamizning, O'zbekiston davlat yashashligimizning, o'zbek xalqi ekanligimizning doimo mard-o'g'loni, mard qizlari bo'lishga va'da beramiz. Bolajonlar, o'z sizlar bilan birgalikda biz O'zbekiston bayrog'ini rasmlarini chizamiz va konstruktor qurish asosida bayroq shaklini yasaymiz. Xohlaysizlarmi? Hamma o'zini san'at faoliyatiga kirib turib bayroq rasmini men ko'rsatib beraman, sizlar chizib berasizlar. Tushunarli?